Vah vah. O'xtu baqali yetishni hamma qizlarimga o'gitib qo'yay deb degan uyda baqali yetishga midilab ketdim-ku. 27 yil pishiriq to'pini ichibdim-a. Mengu modadan qolmaydigan bu baqalini 27 yil etdim degan gap. Ha, unda bo'lsa boshlab ketaylikmi? Baqaliga ketarlik materiallar: 1 piyola asal, 1 piyola tuxum, 1 piyola shakar, 1 piyola seriq may, 1 piyola suv may, 1 piyola un, 1 piyola sut, 1 piyola pranikning uvuqi, 5 gram suvda, 10 gram powda, 1 piyola. Yana ho'kiz bir disimizga suv miyimizni quyib olamiz. Unimizni silib olamiz. Seriq miyimizni silib olamiz. Aslimizni silib olamiz. Shakarimizni silib olamiz. Demek bu sütdən başqa suyuq materialının həmmini silib, mana körək doğunundək şu dondadan içində işte yaxşı aralashtirib alamiz bunu. Mana şu seriq miyimiz ravrs aralashib ketdi, ama aralashib bo'lgandan keyin suvdarimiz bilan qovda fıngrimizni silib, yana yaxşı aralashtirib olamiz. Sütni oxirida quyamiz, sütni oxirida quyamiz. Unimizni 1 piyola unimizni silib aralashtirib olamiz. Bu intayin oson. Mana işte aralashtirib olgandan keyin uyanglarda qanday pranik bo'lsa bo'laverdi, juma pranikimizning uvuqini pozdamishda jinchik holatda uvab ustiga silib olamiz. Buning roli bek cho'ng juma. Baqalarimiz o'lib, qachonning tishig'i ketmaydi. Yanqimizni silib olsak bo'ladi endi. Tayyor bo'ldi baqalarimiz. Mana bu suyuq bir holatda chiqadi juma bu. Undan lisimizga may qog'ozning 4 burchagini mana bu kesilib silib olamiz. Qochib o'ttirga keltirib. May qog'oz salsak, chaplashib olmaydi lisqa birinchidan. Ikkinchidan ag'a vaqtimizda qilib qulaylik ag'ini oladi juma. Endi mana baqalarimizni işte holatda to'kamiz. Mana işte tushirib olgandan keyin yana bir mo'yim ishtapirma. Mana shu ustini vaqo. Shunda bir ne chiqdim. Qilib etdimiz, buni o'tirga ovoz chiqib ketadi. Yanaqni shilib ustiga chechib olamiz. Mana işte tayyor bo'lgandan keyin endi kavshang silib olsak bo'ldi. Oldin qizitib olgan kavshog'imizni 50 minut to'g'rilaymiz. Mana 50 minutga to'g'rilib oldik. Endi baqalini solamiz. Kavshog'ni asta üstü o'tini 180 da 180 tashlaymiz. Wow, baqalarimiz pishibdi. Vah. Endi degan o'xshagan baqalim va. Mana baqalining orasini ko'rib boqaylik endi. Ko'rdinglarmi? Ma qaranglar. Nima deydi ma baqali? Mana cho'qim etni salmamiz